dastlabki qitimda biz bu shura hay'atininki nomzodligini garchi tashkillangandan keyin shura hay'atininkini e'lon qilgan bo'lsak-mu, ismlikni biz bermagan. Chunki bu bir harakat. Ya'ni bu tashkilotning ichida xizmat qiladigan emas, tashkilotlarningki va ijroiyatning hammasiga boshdan yetakchilik qiladigan, nazorat qiladigan va shundaqla bu taraflarninki ishtirok qilishi, qatnashishi bilan Ma'arif harakati, ya'ni Sharqiy Turkiston milliy mustaqillik harakatiningki plan ijroiyatlarini yuqori yuksak holatda bir ideologiyaga markazlashga harakat qiladigan taraf bo'lganligi uchun biz buni tashkiliy qurum shaklida e'lon qilmagandik. Ammo bugungi qarindoshliklar ham merak etyapti deymiz, ham bundan bir narsa umid kutayotganligi uchun biz buni deymiz. 11 kishilik shura hay'ati, ya'ni eng oliy huquqli organi Ma'arif harakatiningki mayli qaror elish, yuqori darajalik bu fikr birligi va shundaqla ishimiz chiqqan krizislarga darrov unum qo'llanish maqsadlari bilan bu shura hay'atininki tashkillanishi barliq keldi. Bu yerda aslida 13 tal biz a'zoga bilet tashlanib u saylangan edi. Keyin ikki qarindishimizningki o'zining hozirgi vazifasi o'xshashlam shu Ma'arif harakatining ichidagi tashkiliy qurumlarda ag'a vazifasi va xizmat xarakteri sifatlik ularningki buning ichida biz yandan boshqa holatda xizmat qilamiz deganlik uchun 11 kishi muqimlashgan. 11 kishining orasida erkin saylam ovoz berish orqali bu harakatningki rahbari va shundaqla boshqa vazifa taqsimotlarning hammasi ikki qism taqsimlangan. Bu 11 kishini biz yushirin emas, yillardan beri shu davlatning, millatning manfaatiga bu muhojiratdagi Sharqiy Turkiston milliy mustaqillik harakatiningki eng namuna va eng yorqin bir imajları yoki shu sifatdagi insonlar bor bo'lganligimiz uchun oshkor qilish biz uchun bir maxfiy qolgan ish emas. Xo'sh. Yillardan beri Ma'arif harakatining ichida oldingi safda xizmat o'tagan va shundaqla marhum ustozimiz Abdullahakim Maqsum hojim ba davrlardami bu Ma'arif harakatiningki oldin qatorda o'rin qilib tuhfa ko'rsatgan ustozimiz doktor Abduxoliq Uyg'ur bu shura hay'atininki raisligiga yushirin ovoz bilan mutlaqo ko'p sonliq ovoz bilan saylandi, ham eng yuqori nomerga nomzodlikqa erishgan shu qarindishimiz bo'lgan bo'ldi. Undan boshqa bu yerga bir yangi bir nimasi bu qurilmadagi yangilik bo'lsa-mu, amaliyotda bu mavjudiyat bo'lgan Ma'arif harakatiningki shura orqali boshqariladigan narsaga yangilik emas. Yillardan beri bu amaliyotda bu ijroiyatimiz mavjud bo'lib kelgan. Bu ijroiyatimizni bu qatam rasmiy qog'oz yuziga chiqish orqali har bir odamlarningki o'zininki buningda qo'shilgan tuhfalarga oshkorlash yuzidan hammasiga nomzodlikni oshkor qildik. Ondan başqa 6 dana shura a'zosi, ya'ni bu baş qaror chiqarish organininki 6 a'zosi chet eldan. Bu yillardan beri chet ellardagi Sharqiy Turkiston milliy mustaqillik harakatiga, Sharqiy Turkiston milliy kimligimizga sahib chiqqan bu tuhfikor ustozlarimizdan Avstraliyadan Shayx Abdusalam Alim, Saudiya Arabistondan Sirojin Azizi ustoz, Shvetsiyadan Umar Mahsum, Gollandiyadan Ubul Qasim Qarim, Avstraliyadan Nur Muhammad Abdulmajid, bu Finlandiyadan Muhammad Ali Qarim Damullam qatorliq 6 chet eldan tashkillangan a'zo va shundaqla Abduxoliq Qarim boshlig'idagi ayollar xizmatiga to'p qo'shib kelayotgan Munavvar o'z Uyg'ur xonim va shundaqla mayada yillardan beri harakatning ichida yoshlarning orasida o'rin olgan o'zimizningki eng suyumlik avlodimiz va hamda marhum Maqsum akamning o'g'li bo'lgan doktorlik o'qiyotgan Abdusalam Taklamakan qarindishimiz. Undan boshqa yana jamoatning ichida shu yillardan beri xizmat media tashviqot xizmatida yetakchi o'rinda kelayotgan Istiqlol medianingki yetakchisi doktor Abdulvaris Qo'tan. Undan boshqa shu Ma'arif harakatiningki chet eldagi boshdan oxir bo'likiga ham shohid, hem tuhfikor, hem vazifada o'tgan hurmatli mo'tavarlarimizdan doktor Ataullah Shahyar bo'lib, bu 11 kishilik hay'at saylanib chiqildi. Xo'sh. Bularning ichida harakat mexanizmi degan joyda bir taraf bilan boshqarish emas, shu 11 shuraninki, 11 shura hay'atininki o'rtaq muzokarasi. Bir adamning degan gapi hisob emas. Bir adamning degan gapi hisob emasligi tugadi. Bir adamning gapi hisob bo'ladigan narsaga xotim berildi. Mana bu amaliy islohotning birinchi qadami desak bo'ladi. Ko'p ovozlik bilan e'lonlangan qarorga hamma taraflarning hurmat qilinishi talab qilindi. Hamda bu narsa tunji qatim
şu istişare heyetiga 2 kunlik yig'in qatnashgan barliq ishtirokchilarninki amaliy shu o'zininki o'z ixtiyorligi bilan aramizdan saylamdan burun o'rtaga qo'ygan saylamdan qanday shakllangan bu shuraga o'zimizning mutlaqo himoyamiz, qo'llashimiz va sevgimizni ko'rsatamiz degan ahdinomiz bilan chegarligimiz uchun bu jihatdan majburlash, zo'rlash yoki bo'lmasa tavsiya qilishdan halqilgan o'zini ko'rsatish va shundaqla o'zininki iqtidori, sadoqati, samimiyati va layoqati degan shu 4 kategoriya bo'yicha bu insonlarning tanlanib chiqqanligini biz o'zimiz bilan ko'rdik. Hamda bu yushirin ovozdan chiqqan natija bo'lganligi uchun bu Allohning bizga qilgan bir iltifoti deb tunagan bo'ldik. Aldı bilan shura heyetining bir a'zosi bo'lish va shundaqla shu shura heyetini tashkillash jarayonida xizmat qilgan barliq taraflarga rahmatimizni bildirish bilan birga bunu shura heyetininki ma'arif harakatininki tashkiliy qurumlarninki eng oliy huquqli organi bo'lganligini mushahada jakalaymiz.